Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Aziya House tomonidan boshlangan yangi loyiha bilan tanishtiraman. Asaka Industrial kollejning yoniga 5 dona kottej qurilish ishlarini boshladik. Har bitta kottejimizda yer maydoni 3,5 sotikdan eng kamida 5 xonalik uy bo'ladi. 100% pishiq ishlar bo'ladi. Bu qanaqa holatda topshiriladi? Bu ko'tarilib turib, tomi yopilgan holatda topshiriladi. Mijozlar uchun qurilish jarayoni doimiy ravishda bo'layotgan ishlarni video qilib qo'yib boramiz. Demak, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu kottejlarimiz ham lokatsiyasi zo'r joy. Mana Asaka Industrial kollejdan 300 metr chiqilganda boshlanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib xohlagan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan oldingi loyihamizni ham ko'rdinglar, obzor qilib qo'ydik. 2 sotikli yerga 4 xonali uyni bitkizib tomini yopib berdik. 18 mingga baraka qilib sotdik. Buni ham narxi unaqa qimmat bo'lmaydi. Maydoni ham katta bo'ladi, ham chiroyli proyektlar asosida qilinyapti. Xudo xolisa olganga ham hammaga manfaatli bo'ladi.